tomoshabinlar. Bugun sizlarga mashhur adiblarimizdan biri bo'lgan Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar asaridan bir parcha qo'yib bermoqchimiz. Bu parchada SSR paytida qiynalgan o'zbeklar, ayniqsa ayollarning kecha-yu kunduz dalalarda mehnat qilishi, azoblarini tasvirlab bermoqchimiz. Marhamat, tomosha qiling. Nima qaranglar? Qaranglar, motosikl berishdi. Motosikl emas, raketa, naq raketa. Oyijon, bunga endi shu yetmay turuvdi. Dehqon bo'ldi bolam. Hech bolaligi qolmadi-da. Ana u ajalni o'qini qayerdan olding? Kim? Ko'rmadinglarmi? Nahot ko'rmadinglar? Meni axir gazetada chiqarishdi, gazetada. Oysulu qizim qara, dadangni turishini qara, butun sovet o'qiydi dadangni qara. Nima bo'ldi shunga? Mensimaydi. Bu gazetani bilasanmi, kimlar o'qimaydi? Kim bo'lsin? Nima harakat? Nechun unday yuribsizlar? Nima bo'ldi? Ahvolingizni qarang. Mototsiklni nega olasiz? Voy shunday berishadi-yu, olmay qaytamanmi? Endi bu mototsiklda sizlarning ham o'rningiz bor-da. Qani, yurtchi xotin bir aylantirib keladi. Voy nimadan qo'rqasan, yur. Yo'q. Qo'rqaman. Qish kelyapti. Uyda o'tin bordan ko'mir. Bolalarim oyog'ida botinkalari yo'q. Ustida kiyimlari yirtiq yaloq. Uchidan beri menga garcha berolmaysiz. Yana meni dalaga yana haydamoqchimisiz? O'g'illarimizga hanuzgacha to'y qilolmaymiz. Qizimizni bo'yi yetib qolgan bo'lsa, 80dan oshgan onangizni ishlatib qo'ygansiz, paxta terdirasiz. O'quvchi o'g'illarimizga bir tiyin pul jo'natolmaymiz. Shularni siz ham ota bo'lib o'ylaysizmi hech? Yetar! Shuncha arzidorlikni qilishdi. Kim mehnatda o'libdi endi sen o'lsang? Kimmanmi? Ayolmanmi? Ahvolimga bir qarang. G'um-g'um qizlarga o'xshab bo'q tikkilab o'tiribman. Faqat aravaga qo'shib eshakdek samolashlaringiz qoldi xolos. Bilishlar arzidorlikni. Men Toshkentga ketyapman, Toshkentga. Bilasanmi? Rais buvani o'zlari chaqirdi. Delegat bo'lib ketyapman, delegat bo'lib. Bu yerda arzidor qilasan? Qaysayam mehnatdan o'libdi deysiz. Bunday ishlardinglar, o'ldiringlar. O'shanda hammangizdan qutulaman. Barchangizdan qutulaman. Bundan farqimiz yo'q ekan.
Qo'nichi qayoqqa qaynasa indamay o'sha yoqqa ketaveramiz. Ey Xudoyim, ey bu kunlarning oxiri bormikan? Ey Xudoyim! Kelinim, yomon gap gapirmang. Axir jahon chiqqanda odamning aqli ketadi deyishadi-ku. Bunday so'zlamang qizim. Oyijon, ko'zingizni oching, atrofga nazar tashlang. Axir bunda yashab bo'lmaydi-ku. Moldan farqimiz yo'q ekan. Molning tezagini hididan, hayotimizdan ko'nglim ayriydi. Qisqim keladi. Bo'ldi. Yetar shunchasi. Aqldog'imga kelding. Toshkentga ketishim kerak. Rais chaqiryapti meni. Bo'pti. Qayoqqa ketyapsiz axir? Aytganman-ki senga raisni oldiga deb. O'sha raisingiz ham, motosiklingiz ham, paxtangiz ham jonimga tegdi. Minglanat bo'lsin o'sha talangayam, o'zingayam bordim. Qanaqa insonsan? Nahotki tushunmasang shularni hech? Ustimni ham rasvo qilding. Qanday boraman endi oldiga? Axlatga botib o'tiribmiz-ku, ahvolimga bir qarang. Ahvolimga bir qarang. Olaymi? Qanaqa insonsan? Nahotki shularni tushunmasang hech? Yetmayaptimi? Kamlik qilyaptimi? Mana! Kamlik qilyaptimi? Yetmayaptimi? Mana! Bu kunlarning oxiri bormi? Bu yo'qchilikning oxiri bormi? Ey Xudoyim! Bo'ldi dedim senga. Ketishim kerak, vaqtim yo'q. Qayoqqa? Toshkentga ketaman. Bormaysiz! Ketaman. To'xtang, bormaysiz! Bolam, to'xta, shoshma. Ana azizlar, Dehqonqul paxtasini va dalasini o'z oilasidan ustun ko'rdi. Uni hozir rais o'z huzuriga, Toshkentga partiya yig'ilishiga chaqirdi. Uning o'y-xayollari faqat Toshkentda edi. Ey, Umbore! Ey, Barkor! Araliyoni ovozini tushirib qo'y! Telegramma olib ketasiz! Bola Rayko. Mana Rayko. Moskvada delegat kelyapti. Tez Dehqonqul chaqir, tez bor! Bola, bola. Dehqonqul. Voy Dehqonqul. Sen Rayko chaqiryapti, yo'q. Ya, assalomu alaykum, raisqo. Nima gap? Nima xizmat? Yaxshimidi? Qonqul yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mana, kinoga tushding. Gazetaga Rahmat. chiqding. Endi delegat bo'lasan. Delegat? Nima u delegat? Delegat bu vakil. Toshkentga borib bir mehmon bo'lib kelasan. Unaqa joyga o'zlari boradi-da, rais bu. Mana yozib qo'ygan, bu yerda mexanizatorlar borsin degan. O'shaning uchun podkomitkalarni seni jo'natyapmiz. Rais bu ishchi, ishlar qolib ketadi-ku. Paxta bor, paxta. Planni to'ldirishim kerak. Ishni yig'ishtir, paxta sensiz ham bo'laveradi. Unda javob bo'lmasani, paxtamizni jo'nating. Siyosat bu. Siyosat. Siyosatga qarshi chiqib bo'lmaydi. To'g'rimi Rayko? To'ppa to'g'ri. Mayli. Bor desangiz, boraveraman-da, rais bu. Bu boshqa gap. Dehqonqul, gaplar. Mana bu yo'l haqida. Mana bu komandirovka. Bu
uzukroq kiyiming bormi? Bu ahvolda Toshkentga borib bo'lmaydi-ku. Ko'rmaysiz mana xotinni. Lekin bor kiyimim shuda, rais bu. Dalaga ham, uyga ham bitta kiyim. O'zbekdek bu. Yech, ko'p gapirma. Mayli. Yech. Kirib qo'ymang. Shuni ham yech. Shuni ham rais bu. Yech. Hozir Yech, ko'p gapirma. rais bu. Ha, gazni ham berchi shunga. Mayli. Dehqonqul qaror. Mana bu tishirtga. Mana bu zumda pasta. Niyatli bu Toshkentda ham yo'q. Mana bu sovut. Bu yoqqa borganda tishda yuvib, ustiga cho'milib yurgin. Yana Moskvaliklar, Toshkentliklar ana deb o'ylashmasin. Mayli, rais bu cho'milib ozoda bo'lib yuraman. Uyaltirmayman, rais bu. Mayli unda, rais bu, qashimni berchi. Ha, ol. Rahmat. Kirib qo'ymang. Mayli, rais bu, men boray bo'lmasa. Mayli. Dehqonqul, to'xta, qolib ketibdi. Dehqonqul! To'xtang, rais bu, rapor qo'ying. Mana azizlar, Dehqonqul ham partiya yig'ilishiga jo'nab ketdi. Ammo uyida qanday og'ir holat bo'lganidan u mutlaqo bexabar edi. Marhamat, tomosha qilamiz. Ayrilib qoldim. Yuragimning bir parchasidan ayrildim. Kelinimdan, qizimdan ayrildim. Yo Parvardigor, endi nima qilaman? Kelinim, bolalaring ona deb qichqirsa, men senga qaysi mozorni ko'rsataman? Endi sening uying tuproq bo'ldimi, qizim, qumrim? Enajon, endi nima qilaman? Boshimda shular ham bormidi. Men Toshkentdan keldim, kutolmaydimi bundoq biri? Delegat bo'lib borib keldim axir. Qizim? Ha? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsizlar? Nima qilding menga? Dalada nomerni urgan joyingizda Hop. ustilaridan salarga qo'yib, o'zlarini yoqib yubordilar. Qizim, Yoqib yubordi. Axir bu gunoh-ku bu. Bolalarini o'ylamadim. Meni o'ylamadimi? Xotinimni boshiga yetdilaring. Dalangni ham, o'zingni ham yo'qaman. qo'y, bolam. Yaxtalar, to'xtang. Mana azizlar, mustaqillikka Allohga ming shukrlar bo'lsinki, mustaqillikka erishganimizdan so'ng o'zbek xalqi baxt tuydi. Ayollarimiz qadrlandi. Hozirda ayollarimiz har narsada, har jabhada ilg'or.